Bugun sizlar bilan psixologiya bo'limida anatomiyasida hazm qilish sistemasining keyingi organlari bilan tanishamiz. Bugun sizlar bilan ingichka ichak va yo'g'on ichak haqida gaplashamiz. Ingichka ichak intestinum tenea deb ataladi. Bu ingichka ichak me'daning chiqish qismidan boshlanib, o'ng yonbosh sohasiga yo'g'on ichakning boshlang'ich qismida yakunlanadi. Ingichka ichak moddalarining kimyoviy shira ta'sirida parchalanishi davom etadi va so'riladi. Ingichka ichakning asosiy vazifasi parchalangan oziq moddalarni qon va limfaga so'rilishini ta'minlaydi. Uning uzunligi 7-9 metr bo'lib, odam bo'yidan 3-4 marotaba uzun bo'ladi. Ingichka ichak qismlariga keladigan bo'lsak, bu duodenum 12 barmoqli ichak, yeyunum och ichak va ilium yonbosh ichakdan tashkil topgan va ilium ko'richakka o'tadi. Ko'richak bu yo'g'on ichakka o'tib ketadi. Ingichka ichakning 3 ta qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi duodenum 12 barmoqli ichak, undan keyingisi och ichak, yeyunum, yonbosh ichak, iliumdan tashkil topgan bo'ladi. 12 barmoqli ichak duodenum deb ataladi. Uzunligi 25-30 cm bo'lib, ingichka ichakning boshlang'ich qismi hisoblanadi. Ularning 4 ta qismi farqlanadi. Yuqori qismi pars superior, pastga tushuvchi qismi pars descendens, gorizontal qismi pars horizontalis va ko'tariluvchi qismi pars ascendens deb ataladi. Bunga ko'radigan bo'lsak, buni yuqori qismi pars superior, tushuvchi qismi pars descendens, gorizontal qismi pars horizontalis va ko'tariluvchi qismi pars descendens deb ataladi. Ya'ni 4 ta qismdan tashkil topgan. 12 barmoqli ichak duodenum qorin pardaga nisbatan ekstraperitoneal a'zo hisoblanadi. Ya'ni faqat oldingi yuzasidan qorin parda bilan o'ralgan bo'ladi. 12 barmoqli ichakning qorinning orqa devoriga tegib turadi va taqasimon shaklda bo'ladi. Taqasimon shaklda bu oshqozon osti bezining boshini qoplab turgan bo'ladi. 12 barmoqli ichakning galatopiyasi bo'ladigan bo'lsa, regio umbilikalis sohasiga, ya'ni kindik sohasiga va regio abdominalis lateralis sohasiga to'g'ri keladi. Qorinning lateral oldingi sohalariga to'g'ri keladi galatopiyasi. Skletotopiyasiga keladigan bo'lsak, lumbalis 1 dan lumbalis 3 gacha, ya'ni belning birinchi bel umurtqasidan 3-bel umurtqasi sohasigacha umurtqa pog'onasining o'ng yon tomonida joylashgan bo'ladi. Va undan keyin sintopiyasi, bunga tegib turadigan a'zolar kolon transversum, ko'ndalang chambar ichak, o'ng buyrak, aorta, past kavak vena, arteriya va vena mezenterika superiorlar, yuqoriga arteriya vena tutqichlari va shu kabi a'zolar bilan chegaralangan bo'ladi. Bu sintopiyasi hisoblanadi. Va bundan tashqari bizda 12 barmoqli ichakni bu osiltirib ushlab turadigan boylami ham mavjud bo'ladi. Bu boylam ligamentum suspensorium duodeni deb ataladi. 12 barmoqli ichakni osiltirib ushlab turuvchi boylam hisoblanib, ko'tariluvchi qismi intraperitoneal bo'lganligi uchun boylam bo'lmasa pastga bukilib qolgan bo'lar edi. Bu haqida mushak va 12 barmoqli ichakning qorin parda bilan qanday o'ralishi haqida qorin parda mavzusida batafsil gaplashib chiqamiz. Uning yuqorigi qismi pars superior, yuqoriga burilish burchagi flexura duodeni superior vositasida tushuvchi pars ascendensga davom etadi. Ya'ni bu yuqori qism bo'ladi. Yuqori qismidan keyin bundan bukilmani hosil qiladi, ya'ni flexura duodeni superiorni hosil qiladi. Uning yuqori qismi birinchi bel umurtqasining o'ng tomonida me'daning tugaydigan joyidan boshlanadi. Ya'ni bular yuqori burchakni flexura duodeni superiorni hosil qilib, pars descendens qismiga o'tib ketadi. Bu bo'g'im pastki burilish burchagi flexura duodeni inferior vositasida pars horizontalis, ya'ni ko'ndalang qismi va bu bo'lim ko'tariluvchi qismi pars ascendensga davom etadi. Bu pars yuqori qismi, bu tushuvchi qismi, gorizontal qismi va yuqori ko'tariluvchi qismlari bo'ladi. Bu ya'ni yuqori qismi bilan tushuvchi qism orasida flexura duodeni superior bo'ladi.
tushuvchi qismi bilan ko'ndalang gorizontal qism orasida flexura duodeni inferiorlar bo'ladi. Ikkita ya'ni burilmasi bo'ladi. Va undan keyingisi 3-burilmasi bo'ladi. 12 barmoqli ichakning och ichakka o'tish sohasida burilish burchagi flexura duodeni yo'nalishini hosil qiladi. Ya'ni bu ko'tariluvchi qismi bilan 12 barmoqli ichakning o'rtasida gorizontal qismning yuqori ko'tarilishi flexura duodeni yo'nalishini hosil qiladi. Bu 3-burilmasi hisoblanadi. Uning yuqorgi qismi, pars superior qismi birinchi bel umurtqasining o'ng tomonida me'daning tugaydigan joyida joylashadigan bo'lsa, uning pars tushuvchi qismi bo'lsa, bel umurtqalarining o'ng tomonida birinchi bel umurtqasidan 3-bel umurtqasigacha davom etadi va bu yerda pastki burchaklarni hosil qiladi dedik. Yuqorgisi birinchi bel umurtqasidan 3-bel umurtqasigacha davom etadi. Va undan keyin pars gorizontalis qism bo'ladi. 3-bel umurtqasi sohasida ko'ndalang joylashib ko'tariluvchi qismga davom etadi. Va undan keyin pars ascendens qism bo'ladi. Bu 3-bel umurtqasidan 2-bel umurtqasiga tomon ko'tariladi. Shu tomonga ko'tariladi-da, bu yerda flexura duodeni yo'nalishini hosil qilib, och ichakka o'tib ketadi. Undan keyin bunda pars descendens qism mavjud bo'ladi. Pars descendens qismida ikkita ya'ni papillasi so'rg'ichi bo'ladi. Birinchisi pasta papilla duodeni major bo'ladi. Papilla duodeni majorga oshqozon osti bezi va umumiy o't yo'llari ochiladi. Va undan keyin yuqorida papilla duodeni minor bo'ladi. Papilla duodeni minorga oshqozon osti bezining qo'shimcha chiqaruv nayi ochiladi. Bu papilla duodeni minor deb ataladi. Ba'zi manbalarda papilla duodeni minorda Popov sfinkter ham deb atalgan. Va undan keyin bu yerda ko'radigan bo'lsak, bu o't pufagi, o't yo'llari ikkalasi qo'shilib, o't yo'llari past o't yo'llari bilan oshqozon osti bezidan kelgan naycha qo'shilib papilla duodeni majorga, undan keyin uning qo'shimcha tarmog'i papilla duodeni minorga ochilgan. Bu ya'ni tushuvchi qismdagi tuzilmalar hisoblanadi. Va bundan tashqari 12 barmoqning ichki qismida plika duodenalari bo'ladi. Plika duodeni bo'lsa, ya'ni plika bo'lsa burmalari bo'ladi. Va burmalarda tashkil topgan bo'ladi. Ingichka ichakning uzunligi 5-2 qismini och ichak yeyunum tashkil etsa, 5-3 qismini esa yonbosh ichak ilium tashkil etadi. Yeyunum 12 barmoqli va ingichka ichakni bog'lab turuvchi qism hisoblanib, uning qorin bo'shlig'ining yuqoriga va chap sohasida joylashgan bo'ladi. Uning qovuzdoqlari gorizontal joylashgan bo'ladi. Bu yeyunum, ya'ni och ichak bo'ladi. Yeyunumdan keyin ilium bo'ladi. Iliumga o'tadi. Iliumda bunda och ichakning davomi oxirgi qismi yo'g'on ichak bilan tutashib ketadi va uning qovuzdog'i vertikal joylashgan bo'ladi. Bunda ko'radigan bo'lsak, birinchi 12 barmoqli ichak, 12 barmoqli ichakdan keyin och ichak, och ichakdan keyin yonbosh ichak iliumga o'tadi va ular ko'rchakka ochiladi. Ko'rchak bo'lsa ko'tariluvchi chambar ichak, ko'ndalang chambar ichak, undan keyin yo'g'on ichakning ko'tariluvchi chambar ichak, ko'ndalang chambar ichak, tushuvchi chambar ichak, siymo-simon ichak va to'g'ri ichak bo'lib ovqat hazm qilish sistemasi tugaydi. Undan keyin ingichka ichakning 5 ta qavati farqlanadi. Bularning birinchi qavati tunika seroza qavati hisoblanadi. Tunika seroza qavat eng tashqi qavat bo'lib, qorin pardaning visceral varag'idan tashkil topgan varag'idan hosil qiladi. Uning ingichka ichak devorini hamma tomondan o'raydi va ichak uchun tutqich hosil qiladi. Tutqich, ya'ni mezenergiya deb ataladi. Tutqich hosil qilgan joyda seroz pardani ikki varog' orasida arteriya, vena, limfa va nerv kiradigan biriktiruvchi to'qima bilan qoplangan yo'l hosil qiladi. Undan keyingi qavati tunika subseroza bo'ladi, ya'ni seroz osti qavati. Seroz osti qavatda mushak qavat va seroz qavatning orasida joylashib, ularni bir-biridan ajratib turadi. Undan keyingi qavat tunika muscularis bo'ladi. Tunika muscularis qavatida tashqi bo'ylama stratum longitudinale bo'ladi va ichki bo'ylama emas, bunda xato yozilibdi.
sirkulyar bo'ladi, stratum sirkulyari bo'ladi. Ikki qavatdan mushakdan tashkil topgan bo'ladi. Bunda tashqi bo'ylama tolalar qisqarganda ichak bo'shlig'i kengayadi. Ichki sirkulyar tolalar qisqarganda esa ichak bo'shlig'i torayadi va shu hisobiga ichakda peristaltika jarayoni sodir bo'ladi. Ichaklardagi massa ichak peristaltikasi hisobiga harakatga keladi. Va undan keyingi qavati tela submukoza qavati bo'ladi. Tela submukoza qavati nisbatan qalinroq bo'lib, biriktirish to'qimadan iborat bo'ladi. Qon tomirlar, limfa, nerv tolalariga boy hisoblanadi. Bu yerda ichaklarimizda nervlardan Auerbach va Meissner nerv chegaralaridan tashkil topgan bo'ladi. Bunga asosan Auerbach nerv chegaralari tunika muscularis qavatida joylashsa, Meissner nerv chegaralari undan keyin bu shilliq osti qavati, shilliq qavatlarida joylashgan bo'ladi. Va undan keyingi qavatimiz bizda tunika mukoza shilliq qavati bo'ladi. Tunika mukoza qavati sirkulyar burmalar, plika sirkularis va ichak bezlari glandula intestinalslar bo'ladi. Yakka holdagi limfa tugunlari follikuli limfatika solitariyalar va to'plam holdagi limfa tugunlari follikuli limfatika solitari emas. Bunda slaydimizda ozroq xato ketibdi. Agregatiyalar bo'ladi. Va sirkulyar burmalar plika sirkularislardan tashkil topgan bo'ladi. Undan keyin yo'g'on ichakka o'tadigan bo'lsak, yo'g'on ichakka o'tishdan avval ingichka ichak o'ziga xos tuzilmalari ham mavjud bo'ladi. Bularga qovuzdoqlar va tutqichlar misol bo'ladi. Qovuzdoqlar faqat ingichka ichak uchun xos bo'lgan qorin bo'shlig'ida ingichka ichakning bukilib, ravoqsimon shaklda joylashgan hosilalar hisoblanadi. Va bundan tashqari tutqichlar bo'ladi. Tutqichlar qorin pardadan hosil bo'lgan a'zolarni qorin orqa devoriga mustahkamlab, a'zolarga harakatchanlik beruvchi tuzilma hisoblanadi. Ya'ni qovuzdoqlar bilan tutqichlar ingichka ichak uchun xos bo'lgan tuzilmalar hisoblanadi. Endi bo'lsa yo'g'on ichak haqida gaplashadigan bo'lsak, yo'g'on ichak intestinum crassum deb ataladi. Yo'g'on ichak ingichka ichakning davomi hisoblanib, u quyidagi qismlardan tashkil topgan bo'ladi. Asosan 3 ta qismdan tashkil topgan, ya'ni ko'richak, chambarichak va to'g'richakdan va ularning o'zi ham bir qancha qismlarga ajralib ketadi. Ko'richak qismi steikum deb ataladi. Undan keyin ko'tariluvchi qismi colon ascendens, chambarichakning ko'tariluvchi qismi, ko'ndalang qismi colon transversus va tushuvchi qismi colon descendens va sigmasimon ichak colon sigmoidum va to'g'richak rektumlardan tashkil topgan bo'ladi. Yo'g'on ichakning bo'limlari qorin parda bilan quyidagicha o'ralgan bo'ladi. Bizda ko'richak, undan keyin ko'ndalang chambarichak, sigmasimon ichaklar intraperitoneal, ya'ni hamma tarafdan o'ralgan bo'ladi. Ko'tariluvchi va pastga tushuvchi chambarichaklar bo'lsa, bular mezoperitoneal o'ralgan bo'ladi va bular 3 tarafdan o'raladi. Va undan keyin to'g'richakning yuqorgi 3 dan 1 qismi intraperitoneal, o'rta qismi mezoperitoneal va pastki 3 dan 1 qismi esa ekstraperitoneal a'zo hisoblanadi. Ya'ni shu yuqorgi qismi intraperitoneal, o'rta qismi mezoperitoneal, pastki qismi ekstraperitoneal o'raladi. Ko'tariluvchi chambarichak. Biz ko'tariluvchi chambarichakdan avval ko'richak haqida gaplashadigan bo'lsak, ko'richakda qopoqchasi bo'ladi, valva iliocecalis bo'ladi. Iliocecal qopoq bo'ladi. Ingichka ichakning tugash joyi va yo'g'on ichakning boshlanish joyini birlashtirib turadi. Vazifasi axlatni faqat bir tomonga, ya'ni yonbosh ichakda ko'richakka o'tishini ta'minlaydi. Ko'richak ichakdagi axlatni yonbosh ichakka o'tib ketmasligini ta'minlaydi. Ya'ni ingichka ichakdan axlatni yo'g'on ichakka o'tkazib berilishini ta'minlab beradi. Undan keyingi qismi bizda bunda ya'ni hosilalar ham mavjud bo'ladi, appendix bo'ladi. Appendix haqida sal keyinroq gaplashamiz. Undan keyin ko'tariluvchi chambarichak bo'ladi, colon ascendens bo'ladi, 15-20 cm, regio abdominalis lateralis dexter sohasida joylashadi. Qorinning lateral sohasida joylashgan, lateral o'ng tomonda joylashgan bo'ladi. Ko'richakdan yuqori ko'tarilib flexura coli dextrani hosil qiladi. Ko'ndalang qismiga o'tib ketadi va qorin parda bilan mezoperitoneal o'ralgan bo'ladi.
Bunda yuqori flexura kolidekstrani hosil qiladi va bu soha flexura gepatika ham deb ataladi va undan keyin ko'ndalang chambarachakka o'tib ketadi. Ko'ndalang chambarachak kolon transverzum hisoblanadi. Uzunligi 30-50 sm, ravoqsimon flexura kol sinistrani hosil qilib, shu chambarachakka o'tib ketadi. Flexura kol sinistrani hosil qiladi. Va bu yerda grift nuqtasi joylashgan. Grift nuqtasi bizda ishemiya kelib chiqishi ehtimoli katta bo'lgan qismlar bo'ladi. Bu grift nuqtasi bo'ladi. Va undan keyin bularning qorin parda bilan har tomondan o'ralgan va tutqichi mezokolon transverzumni hosil qiladi. Bu yerda ichak tutqichi mezokolon transverzumni hosil qiladi. Bu intraperitoneal o'ralgan a'zo hisoblanadi. Va undan keyin tushuvchi chambarachak colon descendens bo'ladi. 15-20 sm rego abdominalis lateral sinistrada joylashgan bo'ladi. Bu ya'ni qorinning lateral chap tomonida joylashgan bo'ladi va mezoperitoneal o'ralgan bo'ladi. Undan keyin sigmoidal ichak colon sigmoidum bo'ladi. 15-40 sm fossa iliaca sinistrada joylashgan, intraperitoneal o'ralgan va tutqichga ega a'zo hisoblanadi. Bularning qorin parda bilan o'ralishini hozircha yodlashingiz unchalik muhim emas. Qorin pardaga kelganimizda bularning alohida qanday o'ralishi haqida gaplashib ketamiz. Yo'g'on ichakning tashqi yuzasida notekis bo'lib, bo'rtmalar ko'zga tashlanadi va bular haustrolar deb ataladi. Sizlarga ko'rinib turadigan mana bu bo'rtmalar haustrolar bo'ladi. Va ular tasmalar bilan tasmalar bilan ichak qismlari uzunligining mos kelmaganligi hisobiga hosil bo'ladi deyilgan. Ya'ni bularda ichaklarda yo'g'on ichakda tasmalarning va ichak qismlarining uzunligining bir-biriga mos kelmasi hisobiga haustrolar hosil bo'lgan. Tashqi tomondan haustrolar ko'ndalang egatlari bilan ajralib turadi. Bu egatlar ichak tomonda yarmaysimon burmalarni hosil qiladi. Ichakning ichki qismida yarmaysimon burmalar plika seminolarishlar bo'ladi. Yo'g'on ichakda charvi va erkin tasmalarda 4-6 sm bo'lgan charviyoq o'simtalari mavjud bo'ladi. Bularga 3 xil bo'ladi: appendix, epigloika va omentalis. Appendix, epigloika, undan keyin omentalis va adipozalar deb ataladi. Ya'ni yo'g'on ichakda charvi va erkin tasmalarda uzunligi 4-6 sm bo'lgan charviyoq o'simtalar mavjud bo'ladi. Bular 3 xilligini aytdik: appendix epigloika, appendix omentalis va appendix adipozalar deb ataladi va bularning ichakning tashqi yuzasida, yo'g'on ichakning tashqi yuzasidagi bu hosilalar hisoblanadi. Undan keyin yo'g'on ichakning qavatlari haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchisi tunika serozi tashqi tarafdan bo'lib, seroz qavat deyiladi. Bu da ya'ni turli sohalarda turlicha o'raydi. Ya'ni qorin parda bilan o'ralishiga ko'ra ichaklarimiz turli sohalarda turlicha o'ralgani uchun buni qorin parda mavzusida tanishsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Undan keyin tela subseroza bo'ladi. Seroz osti qavat hisoblanadi. Faqatgina qorin parda qismlari mavjud qismi hisoblanadi. Va undan keyin tunika muskular qism bo'ladi. Bunda mushak qavati bo'ladi va bunda stratum longitudinale bo'ylama tolalar bo'ladi. Stratum circulare bo'ladi va qisuvchi tolalardan tashkil topgan bo'ladi. Mushak tolalar yo'g'on ichak devorida bir xilda joylashmaydi. Ya'ni tutamlar ma'lum sohalarda qalinroq bo'ladi, ma'lum sohalarda buni qalin emas, ya'ni yupqaroq bo'ladi. Mushak qavatlari shunday joylashgan bo'ladi. Bu mushaklarning qalinlashgan va yo'g'onlashgan sohalariga keladigan bo'lsak, stratum longitudinale bo'ylama tolalar tasmalar sohasida asosan qalinlashgan bo'ladi va ichki tomonda stratum circulare bo'ladigan bo'lsa, stratum circularlar asosan burmalar sohasida qalinlashgan bo'ladi va bu mushak qavat hisoblanadi. Undan keyin 4-qavat tela submukoza qavati, shilliq osti qavat hisoblanadi. Shilliq osti qavatida ancha kuchli rivojlangan bo'lib, shilliq qavatidagi burmalarni hosil qilishda qatnashadi. Va undan keyingisi tunika mukoza qavati bo'ladi. Tunika mukoza shilliq qavatidagi xususiy mushak tutamlari, lamina muscularis mukoza va yo'g'on ichak bezlari, glandula intestinalslardan tashkil topgan bo'ladi.
Bu tunika mukoza shilliq qavat hisoblanadi. Shilliq qavatda yarmoysimon burmalar, plica seminarislar va xususiy yumshoq tutamlari, lamina muscularis propria, limfa tugunlari, follicular limfatika solitariyalar, follicular limfatika agregatiyalar va yo'g'onichak bezlari, glandula intestinaslar joylashgan bo'ladi. Yo'g'onichak bilan ingichkachak quyidagi hosillar vositasida o'zaro farqlanadi. Ya'ni yo'g'onichak bilan ingichkachakning bir-biridan farqlari. Yo'g'onichakning diametri ingichkachakka nisbatan kattaroq bo'ladi. Yo'g'onichakning devorida bo'ylama mushak stratum longitudinal tolalarning yig'ilishi natijasida tasmalar, ya'ni tenia kolini hosil qiladi. Yo'g'onichakda maxsus uzilmalar, ya'ni yo'g'onichak tasmalarini hosil qiladi. Keyingi farqi ko'ndalang mushaklar to'plami natijasida yo'g'onichakda pufaksimon kengaymalar, Haustra kolilarni hosil qiladi. Biz mushak qavatini gaplashayotganimizda stratum longitudinalis bo'ylama tolalar tasma soni sohasida qalinlashgan, stratum circulariyalar bo'lsa burma sohasida qalinlashgan degandik. Ana shunda bunda ko'ndalang mushaklar yo'g'onichakda pufaksimon kengaytmalar hosil qilishiga sabab ana shu Haustra kolilarni hosil qiladi. Va bu yerda yana kengay stratum longitudinalilarning yoki stratum circularining qaysi sohasida qalinlashiga qarab, ana shu sohalarda, ya'ni yo'g'onichakda o'ziga xos Haustra kolilarni hosil qiladi. Undan keyin yo'g'onichakning tashqi yuzasida serosporda va yo'g'on o'simtalar, appendix epigloika uchraydi, appendix amentalis va appendix ya'ni o'simtalar bo'lgan appendix adipozalarni ham bo'ladi. Va undan keyin tasmalar tenia koli bo'ladi. Faqat yo'g'onichakda uchrab, ularning hosil bo'lishi bo'ylama mushaklarning yig'ilish hisobiga hosil bo'ladi. Tasmalar haqida gaplashadigan bo'lsak, tasmalar tenia koli deb ataladi. Faqat yo'g'onichakda uchrab, ularning hosil bo'lishi bo'ylama mushaklarning yig'ilish hisobiga bo'ladi. Tasmalar ko'richakning chuvalchaksimon o'simtasi sohasida o'zaro qo'shilgan holda boshlanadi va to'g'richakka tugaydi. Bu tasmalarni 3 turda farqlanadi. Birinchi tasma bo'ladigan bo'lsa, erkin tasma tenia libera bo'ladi. Ko'richak ko'tarilish chambarchak qismlarining oldingi yuzasida joylashsa, ko'ndalang chambarchakning esa orqa emas, pastki yuzasida joylashgan bo'ladi. Undan keyin tutqich tasmasi tenia mezokolika bo'ladi. Tenia mezokolika ko'ndalang qismi tutqich birlashtiradigan sohasida joylashadi. Bu tenia mezokolikaning appendixdan boshlanib, ko'richak, ko'tariluvchi va tushuvchi va sigmosomonchaklarning medial orqa yuzasidan faqat ko'ndalang chambarchakning orqa yuzasidan o'tadi. Bu ikkinchi tutqich tasmasi, ya'ni tasma tenia mezokolika edi. Va uchinchisi charva tasmasi tenia omentalis bo'ladi. Katta charvaning ko'ndalang qismiga birikish sohasida uchraydi. Tenia omentalis appendixdan boshlanadi. Bu ham yuqoriga yo'nalib, ko'richak, ko'tariluvchi, tushuvchi va sigmosomonchaklarning lateral orqa yuzasida joylashsa, faqatgina ko'ndalang chambarchakning oldingi yuzasidan o'tadi. Tasmalarning hammasi borib to'g'richakka birikadi. Bu ya'ni 3 ta yo'g'onichakka xos bo'lgan tasmalar edi. Ingichkachak yo'g'onichaklardan farqlari: ingichkachak och pushti bo'ladi, yo'g'onichak esa och kulrang rangda bo'ladi. Birinchi farqi. Ikkinchi farqi, yo'g'onichak periferiyada, ingichkachak bo'lsa markazda turadi. Ya'ni yo'g'onichak periferiyada, markazida esa ingichkachaklar joylashgan bo'ladi. Va undan keyin ingichkachak uzunligi 5-6 metr bo'ladigan bo'lsa, yo'g'onichak esa 1,5 metrgacha davom etadi. Yo'g'onichak tasmalari bor, ingichkachaklarda esa yo'g'onichaklarda bor bo'lgan tasmalar mavjud bo'lmaydi. Yo'g'onichaklarning Haustralarga bo'lingan, ingichkachaklarda esa Haustralari bo'lmaydi. Yo'g'onichak yog'simon o'simtalari bor, ingichkachakda esa yog'simon o'simtalari bo'lmaydi. Ingichkachakda qovuzdoqlar bor, yo'g'onichakda esa bo'lmaydi. Ingichkachakda qovuzdoqlar bilan birga ichak tutqichlari ham mavjud bo'ladi. Undan keyin biz sizlar bilan ko'richak haqida gaplashadigan bo'lsak, ko'richak chuvalchangsimon o'simta, ya'ni biz xalq tilida ko'richak deyiladi.
lekin bu chuvalchaksimon o'simta appendix hisoblanadi. O'simta uzunligi 2 santimetrdan 20 santimetr oralig'ida pastga va oldinga qarab o'sgan bo'ladi. Bularning ham joylashishi asosan individual bo'lishi mumkin, ko'proq pastki lateral sahada joylashgan bo'ladi. Yosh bolalarda esa qorinning o'rta qismiga, ya'ni kindikka yaqin sohada joylashgan bo'ladi. Bu a'zoni biz biologiya kitoblarida o'qiganimizda rudiment a'zo deb berilgan. Lekin bu rudiment emas. Bunda biz uchun kerakli bo'lgan folikular limfatika agregatiyalar va joylashgan bo'lib, appendix viriformisda bor va bu immun tizimida qatnashadi. Ichak bo'shlig'i tomonga ostium appendix vermiformis mavjud bo'lib, ya'ni teshikchasi bo'ladi va uning qopqog'i valv va ostium appendixdan tashkil topgan bo'ladi. Davom etamiz. Bizda keyingi qism bu to'g'richak, ya'ni rektum bo'ladi. To'g'richak rektum yo'g'onichakning oxirgi bo'limi bo'lib, tashqi chiqaruv teshigi anus bilan yakunlanadi. Bu sohada halqasimon mushak tolalari qalinlashib, musculus sphincter ani internusni hosil qiladi, ichki siquvchi mushaklarni hosil qiladi. Teri ostida chiqish teshigi sohasida esa ko'ndalang targ'ib mushak tolalaridan tashkil topgan musculus sphincter ani externuslar joylashgan bo'ladi. Bu musculus sphincter ani externus quyidagi qismlarga bo'linadi: pars profunda chuqur qismi, pars superficialis yuzaq qismi, pars subcutaneous va teri osti qismlari tashkil topgan bo'ladi. Rektumning skletotopiyasiga keladigan bo'lsak, u 3-dumg'oz umurtqasi sohasidan boshlanib, dum suyagagacha, ya'ni pastroqqa tugaydi. Va uning sintopiyasi old tomondan erkaklarda qovoq, prostata bezi va urug' pufakchalari va urug' olib ketuvchi nay ductus deferenslar kengaymasi joylashgan bo'lsa, ayollarda bachadon va qin joylashgan bo'ladi. Uning galotopiyasiga keladigan bo'lsak, kichik chanoq bo'shlig'ida joylashgan, ikkita bukilma hosil qiladi. Dumg'oza suyagi ta'sirida dumg'oza bukilmasi flexura sacralis, oraliq mushaklar ta'sirida esa oraliq bukilmasi flexura perinealislarni hosil qiladi. Ikkala halqasimon mushaklar orasida bo'ylama egaklar, ya'ni musculus ikkita halqasimon mushagi, musculus sphincter ani internuslar va musculus sphincter ani externuslar orasida sulcus intersphincteruslarni hosil qiladi. To'g'richak boshlanish sohasida dumg'oza suyagining asosida S-simon, ya'ni sigmosimon ichak chegarasiga bukilish qismi flexura sacralis deb ataladi. Ana shu flexura sacralisda biz rasmda ko'rgan sudek nuqtasi bo'ladi. Sudek nuqtasi bu ishemiya rivojlanishi mumkin bo'lgan nuqtalardan biri hisoblanadi. Ya'ni qon bilan ta'minlanishi unchalik yuqori bo'lmaydi. Va undan keyin to'g'richak yo'nalishida yon bukilma flexura lateralis hosil bo'ladi va quyidagilar kiradi: flexura supradextra lateralis yuqoriga o'ng yon bukilma, flexura intermedio sinistra lateralis oraliqdagi chap yon bukilma va flexura inferior dextra lateralis hosil qiladi, past o'ng yon bukilmalarni hosil qiladi. To'g'richak ichak shilliq qavati ko'ndalang burmalardan plika transversa rektilarni bo'ladi. To'g'richakning kengaytmasi sohasida ampulla rekti deyiladi. Ampullasi kengaytmasini hosil qiladi. To'g'richakning mushak qavati ichki halqasimon stratum circulare hamda bo'ylama tolalar stratum longitudinalaridan tashkil topgan bo'ladi. To'g'richakning bo'ylama tolalari quyidagi oraliq mushaklariga davom etadi. Oraliq mushaklardan birinchisi musculus recta coccygeus bo'ladi. To'g'richak va dum umurtqalar orasidagi mushak hisoblanadi. Va ikkinchi mushagimiz musculus ano recta perinealis deb ataladi. Musculus recta uretralis yoki deb ham ataladi. Ya'ni musculus ano recta perinealis yoki musculus recta uretralis deb ataladi. To'g'richak devori, chiqish teshigi va oraliq mushaklar orasida yon to'g'ri ichak va siydik chiqaruv kanallari orasidagi mushak hisoblanadi. Undan keyin musculus recta vesicalis bo'ladi. To'g'richak bilan siydik qopchasi orasidagi mushak hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugun sizlar bilan bu video darsda ingichka ichak, yo'g'on-ichak shular haqida gaplashdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Best Doctors jamoasi a'zosi Boburbek Ahmadov bo'ldi.